Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangiyo'l mahallasida Ahvodnik kafemizni ochdik. Xudo xolasa 2026-yil 13-avgustda ishga tushadi. Yangiyo'l mahallasi. Tepaga qarab yuradigan bo'lsak, Sufyon, Juma bozor, Pravda, Sufyon, Chegara, Tursunzog'da Regar, Tojikistonga chiqib ketadigan yo'limiz kamerani tagida joylashgan. Mana shu yerda kamera yaqinda ishga tushdi. Kamera desak, hamma bu yoqqa qarab ketadigan bo'lsak, kommunizm, uzun, Sarasiyo, mana shu yo'limiz to'g'ri chiqib ketadi. Xudo xolasa, mana shu Ahvodnik kafesi ertadan ishga tushadi. Bu yerda milliy taomlarimiz bor, go'shtlarimiz bor, jizbiz, somsalarimiz bor, qars-qurs, mantilarimiz bor, uyg'urskiy xudo xolasa kelib baho beraverasizlar. Shashlikni turma-turlari bor. Mana shu jihozlarimizga keladigan bo'lsak, o'tiradigan jihozlarimiz yumshoq mebellar bilan jihozlangan xonalarimiz, juda qulayliklari juda ham zo'r. Konditsionerlar, tepalarda sovuq havo haydaydigan parrak deymiz, shunaqalar. Kabina kerak, oilam bilan kelaman deydigan aka-uka, opa-singillarimizga mana bunaqa kabinalarimiz bor. 6 kishilik, har bir xonaga 6 ta odam ketadigan 3 ta kabinamiz bor. Oyog'im og'riydi, men stolda o'tira olmayman, yerda o'tiraman deganlarga bunaqa xonalarimiz ham bor. Yerda o'tiradigan xonalarimiz ham bor. Xudo xolasa sizlarni ertaga 2026-yil 13-avgust kuni barchalarini taklif qilamiz. Bizni taomlarga o'zlaring baho berasizlar. Mana shunday holatda sharoitlar juda ham ajoyib. Xudo xolasa ertadan erta kechgacha xizmat qilamiz. Barchalaringni Ahvodnik kafesiga taklif qilamiz. Kelib o'zlaring baho beraverasizlar. Bu reklama bir marta bo'ladi. Bu reklamaga muhtoj joy bo'lmaydi, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.